Hurmatli obunachilar, sizlarga Bog'ot avtosalonidan e'tibor etamiz. Birinchi filialindagi Opshi Nexia 2 avtomobillarni reklama qilib beraman. Ko'p Nexialar keldi. Videoni o'tirib beramiz, oxirgacha ko'ramiz. Egadan olib sotardan bizlarga sotib beriladi. Bizlar ham chiroyli qilib reklama qilib yurib o'tiribsizlar, savdo qilib o'tiribmiz. Esa boshladik, sizlardan shunday sotiladigan mashina bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Kelishsak, naqdalamiz, bo'lmasa sotib beramiz. Nexia 2miz yangi yil turibdi. Hozir ma'lumotlarni yozib turibdilar. Keyingi video obzorlarimizda to'liq ma'lumotlarni aytib o'tamiz. 2016 32 ming yurgan gibrid lyuks konditsioner, kraskasi toza, metan gazi bor. Nexia 2 sotuvda 80 million so'm. 2010 249 ming yurgan kraskasi, zanjir ishlangan metan gaz bor. Narxi 48 million so'm. 18 million bersangizda 1 million 800 dan 3 yil kirda chiqadi. Gibrid Pollux. 2014 61 ming yurgan kraskasi toza, propan gazda 68 million so'mga turibdi. Gibrid lyuks konditsioner 18 million bersangizda 2 million 700 dan 5 yil kirda chiqib beramiz. Nexia 2 navbatda 2015 98 ming yurgan kraskasi toza, metan gazi bor. 65 million so'm donus motor. 2014 86 ming yurgan kraskasi 100% rodno, zang ham ishlanmagan, zang ham tushmagan. 4 tane yumshoq bo'loni bor, metan gazi bor. Narxi 70 million so'm. Navbatdagi Nexia 2miz 2014 73 ming yurgan kraskasi toza, pokoleniya metan gazi ustunolik qilingan donus motor bo'ladi. Avtomobilimiz bahosi 68 million so'm. Navbatdagi 2009 yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 200 ming probeg yurgan kraskasi, zanglar ishlangan metan gazi bor. Narxini keladigan bo'lsak, aziz yurtdoshlar, buni bahosi 35 million so'mdir. Xarid qilaverasizlar. Navbatdagi Nexia 2miz 2010 395 ming yurgan kraskasi, asos qilingan benzinda, bahosi 33 million so'm. 9 million bersangizda hamma xarajatni shu pulni ichida taxlab beramiz. 2 milliondan tushirib turibdi 3 yil. Bemalol kutamiz. Kelib shu mashinalarni xarid qilishingizni tavsiya etamiz. Kelaverasizlar, kelsangiz ham mashinalarimiz ko'p, xudo xolasa. Bog'ot avtosalonida kutamiz. Rahmat.